Allohim bu baytingni obod qilib turgan, bundan avval obod qilgan va bizdan keyin obod qilajak barcha bayting me'morlaridan o'zing rozi bo'l. Kecha tunlarda uxlamasdan bu baytimiz bag'ridagi buyuk qandillarni pastga tushirib, uni tozalab, uni yangi chiroqlar bilan yanada yashnatib, yuqoriga ko'targan barcha ish ustalaridan o'zing rozi bo'lgin. Allohim ular orasida farzand so'raganlar bor ekan. Allohim soliha zurriyotlarni nasiba qilgin. Oila qurmoqni istaganlar bor ekan. Munosib juftlarni nasiba qilgin. Allohim o'zingdan ota-onalari uchun, ahli oila farzandlari uchun, ishlari uchun barokatlar so'raganlar bor ekan. Allohim ularni bu holatlari uchun barcha yaxshiliklaringni nasiba qilgin. Bayting uchun bu qilgan hissalarini Allohim o'zing fazling bilan ko'paytirib bergin. Mukofot qiyomat kunida qilingan amalning jinsidan degansan. Allohim ana o'sha kunda bu mukofotni Allohim o'ng tomonlarida, oldilarida tog'dek, baland xurmolardek nurlar parvona bo'lib, jannat yo'llari farovon bo'lmog'ini, bu yorug'lik bag'rida ota-onalari, ahillari bilan jannatga kirmoqliklarini ularga ham, bizlarga ham nasiba qilgin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyyina Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar